yangi mavsumda qanday harakat qilishar? Deyarli bir vaqtda bizning uchrashuvdan ozgina ilgariroq yana boshqa uchrashuvlar ham boshlangan. Oliston zarba va Bahromov harakat qilib ko'rdi. Abduxoliqov. Ofsayd-ku balki yo'q edi. Mana bu yerda qoida buzildi. Ha. Mana imkoniyat Nasafda Abduxoliqov yaxshi uzatma bo'ldi, davom ettirish mumkin. Zarba va noaniq. Yana bir urinish. Darvozabon biroz oldinga chiqib ketib, endi lekin bir amallab qaytarishga ulgurdi Mashhurjon Muhammad. Yaxshi uzatma bo'ldi mana bu. Muhiddinov zarba yo'lladi darvoza. Yaxshi uzatma bo'ldi. Zafar Muratov ulgurdi. Zarba va balki shu ham ta'sir o'tkazdi. Nasaf hujumda ichkariga uzatma, darvozabon chiqdi va darvozasi bo'sh. Mana bu esa yaxshi uzatma bo'ldi. Denis Shala davom ettirishi mumkin. O'zi jarima maydonchasi ichiga kirdi. To'xtaydi, markazga qarab. Zarba va sal qoldi. Ustundan Shala. Yana Denis Shala. Uning zarbasi va gol! Mana yo'nalish o'zgarib ketdimi? Nima yuz berdi? Lekin Shalaning mana muxlislar. Ular kutishganda va mukofotlanishmoqda. Takroran ko'ramiz. Endi to'pning oldida yerga bir sapchi bo'ldi. Mana qarang. Yo'l-yo'lakka hech kimga tegmadi to'p. Balki bu rakursdan tushunarmiz. Ha. Shala bo'ldi. O'yin nihoyasiga yetmoqda va